Salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Lishni raskat qildirmoqchi bo'lganlar, shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar, shapka profilda nomerim bor. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Aqlingizdagi bugungi rast qiladim kartamga. Bu aqlingizdagi kishi, to есть бывший sizni sog'inyaptimi, sizni o'ylayaptimi? Kartaga qaraymiz. O'zingizni ismingiz va aqlingizdagi kishini ismi, familiyasi, yoshini karta ochmasimdan oldin ichingizda aytasiz. Iloji bo'lsa kishini joyda xayoli joyiga qo'yib, xayoliga uni keltirib ketdik. Eslayaptimi buvshingiz? Da, eslayapti. Lekin hozirgi periodda u qanaqadir yaxshi periodda emas, kim bilandir urushyapti. Ya'ni moddiy taraflama yaxshi emas uni ahvoli. Ili siz bilan urushib xayrlashgan yokida hozirgi danli moment uni hayotida urush, to'polon, barakasizlik, omadsizlik bo'lyapti. Sizdan hozirgacha u lekin qanaqadir sir bor, sir bekitadi, aytilmagan. Sog'inayaptimi? U sizni sog'inyapti. Da. Hammaga salom. O'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy raskat qildirmoqchi bo'lganlar, lichni qoldirmoqchi bo'lganlar, через WhatsApp orqali chiqishingiz mumkin. Shapka profilda nomeringlar bor. Demak, bugungi rast qiladimiz. Ko'pchilik so'ragani uchun 1 yil отношениялар, ya'ni 1 yil urushib qolganlar, 1 yildan keyin yarashadimi? Iloji bo'lsa kartaga qaraymiz, ismini, familiyasini, yoshini ichimizda aytamiz. Kartani ochgunimcha ketdik. Demak, o'rtoqlar, birinchi kartamiz u hozir siz o'ylayotgani ham yo'q, siqilayotgani ham yo'q. Xuddi osmonda qushdek svobodniy человекlar bo'ladi-yu, shunaqa bo'lib yuribdi. Keyingisi, uni atrofida уже отношениyaga ham kirib bo'lgan, qo'pol qilib aytganda u insonlar. Chunki atrofida уже kerakli insonlar, xursandchiliklar, hamma narsa o'z vaqtida ketyapti. Sizni hayotingiz siqilish, sizni hayotingiz mana kartada yozib turibdi. Sizni hayotingizda siqilish bo'lyapti. Sizni hayotingizda даже kechalari bilan o'ylab uxlamayapsiz, siqilyapsiz, даже yig'layapsiz. Lekin u yo'q, aslo nabarot. Yarashasizlarmi? Yo'q. Hammaga salom, o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rdirmoqchi bo'lganlar, lishni rasklad qildirmoqchi bo'lganlar, shapka profilda nomer bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bugungi raskladimiz, aqlingizdagi kishi nimaga отношенияларga aniqlik kiritmayapti. Kartaga qaraymiz. Ismini, familiyasini, yoshini ichingizda aytasizlar. Karta gapirishimdan oldin ichingizda aytib bo'lishingiz kerak. Kishini joyiga kirib olamiz. Xayolinglar faqat unda bo'lsin. Ko'z oldingizga keltiringlar. Iloji bo'lsa hidini ham, qarashlarini, kulishini. Отношениyalarga nimaga aniqlik kiritmayapti? Uni niyati o'zi nima? Uni niyati siz bilan shunchaki gaplashmas, uni niyati jiddiy. Faqat hozirda u chuqur o'ylanmoqda. Chunki hali
aniq bir narsasi yo'q. Ya'ni o'zi mustahkam puli, o'zini mustahkam mashinasi yoki o'zini mustahkam uyi yo'qki, men hali beri o'zimni shaxsiy narsam yo'q-ku, men hozir unga uylanolmayman. Lekin buni maqsadi sizga jiddiy. Sizga o'zini ayolidek, farzandlarini onasidek ko'z bilan qarayapti va oxiri yaxshilik bilan tugaydi. Nimadir nishonlayapsiz o'rtalaringiz bilan yoki qarindoshlar orasida yoki aqlingizdagi kishi bilan yoki yangi yil birga kutasizlar yoki yangi yilda ko'rishasizlar, bir-birlarga qanday sovg'a berasizlar. Lekin uni niyati jiddiy. Hech qanaqa bir shunchaki gaplashishlar yo'q. Hammaga salom, mutolaa sizlar bilan Aida Daro. Lishni ko'rdirmoqchi bo'lganlar, lishni rasklad qidirmoqchi bo'lganlar, shapka profilda nomerim bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bugungi kartamga savolim mani qiynagani uchun, ya'ni xiyonat qilgani uchun, отношениямizga vafodorlik ko'zi bilan qaramagani uchun u o'z jazosini oladimi? Mani tuyg'ularim bilan o'ynagani uchun. Kartaga yaxshilab qaraymiz. Aqlingizdagi kishini ismini, familiyasini, yoshini kartani ochmasimdan oldin ichingizda aytasiz. Iloji bo'lsa, jishini joyiga chiqamiz. Agar iloji bo'lsa, даже hidini ham ko'z oldingizga keltirib то есть запах. Karta rosa o'ynayapti. Ko'ramiz. Xo'p, bilasizmi? Bu yerda siz duygusal nima, duygusal insonsiz. Duygusal nima? Voy o'rtoqlar, ko'p til bilishim yomon. Siz bu yerda moralni, fizически juda ham hozir ko'p o'ylangansiz, ya'ni o'ydasiz hozir, juda ko'p o'ylanyapsiz. Bu yerda qachonlardir o'zini boshiga ham xuddi shu sizga berilgan azoblar, sizga berilgan xiyonatlar, sizga berilgan qalb og'riqlari qachonlardir uni boshiga tushsagina u tavba qilishi mumkin. Lekin hozir danna время yo'q. U hali ham, uni ko'zi hali ham ochilgani yo'q. Bu o'yinni faqat sizga emas, ko'p qizlarga ham qilgan ekan. Ko'p qizlarning ko'z yoshiga sababchi bo'lgan inson ekan. Ну, грубо говоря, он, значит, babnik uchiga chiqqan и слишком хитрый inson ekan. O'z jazosini oladimi? Yana bu chiqdi. Yo'q. Hozircha данное время на будущее balkim boshiga tushsagina olar jazosini. Lekin hozir yo'q, ko'zi hali ham ochilmayapti.